2 noyabr mana qaranglar, doimgidek shunaqa chiroyli molyoyarlarimizni o'tkazib oldik. Yana bitta baxtli qizimizni xonadonlariga, kelin bo'lib tushayotgan xonadonlariga kelib, mana ko'rsanglar bo'ladi. Stollarni shunaqa yasatib ketyapmiz. Hamma narsalari o'zigacha chiroyli, original italyanskiy bo'lgan. Qaranglar qanaqa bularga 12 talik komplekt italyanskiy model bogemalarimizni qilib berganmiz. Fujer, Martin, servirovka, hamma narsalar, pechonitsalarni ham 2-3 xil modellardan qilib berganmiz. Qaranglar qanaqa chiroyli chiqdi. Ko'rganda shunda ko'zinglar quvnaydi. Bu yoqda penallarning ustini ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa Qur'on kitob qo'yadiganlarimizdan qilib berdik. 2 xil vazalarimizdan qilib berganmiz. Mana bu yoqda penallarning ichini ham ko'rsanglar bo'ladi. Bularni ham shunaqa chiroyli novinka modeldagi bogemalarimiz bilan to'ldirib berdik. Har bitta niyat qilgan insonga, har bitta niyat qilgan opa-singil kenalarimizga eng kamida shunaqa chiroyli sarpa komplektlar qilish nasib qilsin. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin. Bizani kuzatishda davom etinglar. Bogema 002 bilan har bitta qizimizga baxt tilashamiz, shunaqa go'zallik ulashamiz.